Bir xonadonda yoshi bir joyga borib qolgan ayol bilan o'g'li bo'lgan ekan. Ular nochorlikda yashar, ona pensiyada, o'g'il bekorchi ekan. Bir kuni o'g'il suv bo'yida "Alloh, nega bizni nochor, kambag'al qilib yaratding? Boshqalardan ne kam joyimiz bor? Men hali uylanishim kerak. Onam qarib qolganlar. Onamdan ayrilsam qaysi pulimga ma'raka o'tkazaman? Ey Alloh, shunchalik ham beshafqat bo'lasanmi? Meni ham boy badavlat qilib qo'y" deb Yarakkanga nola qilib o'tirgan ekan. Oldiga bir boy badavlat so'nggi rusumdagi mashinada bir odam kelib, "Nega bir o'zing suv bo'yida o'zing bilan o'zing gaplashib o'tiribsan? Nima bo'ldi?" deb so'rabdi. Shunda o'g'il: "Men dardimni suvga aytib, dardimga malham topib o'tiribman. Nochorligimni, kambag'alligimni aytib berayotgan edim" debdi. Shunda haligi badavlat odam o'g'ilni oldiga bir chemadon pulni oldiga tashlabdi. "Ey Allohning bandasi, mana senga pul. Bu pul hamma marakangga yetadi. Yaxshiligingga ishlat" deb ketibdi. Bola xursand bo'lib uyiga qaytibdi. Uyga kirib qarasaki, mushtipar onaning joni uzilgan ekan. Hamma narsaga yetadigan pullari oldida hayotdan ko'z yumgan ekan. Bola esankirab, "Ona" debdi-da, to'yib yig'labdi. Onani marakalardan xoligan o'g'il ozgina bo'lsa ham o'ylab olay deb uyquga ketibdi. Uyqusida bir tush ko'ribdi. Tushida Alloh bilan gaplashayotgan emish. O'g'il Allohga: "Ey Alloh, men sendan onamni jonlarini ol deb nola qilmadim. Meni boy badavlat qil deb nola qilgandim" debdi. Alloh bolaga shunday javob beribdi: "Sen mendan mushtipar onangni marakasiga, to'y hashamga boylik so'rading, men berdim. Nega seni oq yuvib, oq taragan volidangga uzoq umr ko'rishni so'ramading?" debdi. Xulosa o'zingizdan azizlar. Agarda hikoyamiz sizga yoqqan bo'lsa, videorolik ostiga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.